Do'stlar, gilos ko'ringlar. Real Tiago. Hammaga assalomu alaykum. Ko'rishlaring mumkin. Qo'shmag'i bo'lmaydi. Holatlari yoshi 3-yoshga o'tyapti. Tagi vishniyada. 4x4 sxemada qilingan. Ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa eng birinchi bo'lib, inshaalloh birinchi bo'lib tashqarida biz chiqarib o'tamiz. Eng ertaki joyda do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Yaqinroq kelavering kamerani. Do'stlar, Real Tiagoni ko'ringlar. 3-yoshda olganini ko'ringlar. 4 kilo 5 kilo yuki bor. Xudo xolasa rang olishga boshlabdi shu bu tashqarida. Mana yaqinroq kelavering. Do'stlar, bog'ning umumiy holati 12 gektardan iborat. Mana uni ko'ringlar. 3-yoshda xudo xolasa holatlari zo'r. Ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Endi do'stlar pishganda qo'yib o'tamiz. Bag'ga Svitariana, Svitlones, Mimba, Carmen ularni sekin qo'yib boramiz. Bu ertaki gilos. Pishayotgani ham nechta sotilyapti, hammasini tashlab boramiz. Olganini ko'ringlar do'stlar. O'zini-o'zi changlatuvchi eng ertaki giloslardan biri bo'ladi. Mehnatdagi do'stlar like bosib qo'yamiz. Ko'chatidan bemalol aloqa qilishlaring mumkin. Ulgurib qolamiz do'stlar, zakaz olishni boshladik. Holatini qarang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like do'stlar.